Mana shu elda o'g'loni, mana shu yerda farzandi, mana shu Toshkentga borib turib ko'p narsalarda o'rganib keldi. Ko'p davlatlarga borib o'ziga xos tajriba orttirdi. Sizda taklifingizni qo'llab-quvvatlayman. O'ylaymanki, deputatlar hammamiz taklifingizni qo'llab, mana shu Ulug'bek Mavlonovni haqiqiy hokim qilib saylashni men taklif etdim. Katta rahmat sizga, muhtaram prezident. Ulug'bek Mavlonovni jo'natdingiz viloyatimizga. Jo'natdingiz, u kishi ishni boshladi. Boshlaganda bir ishdan boshladi. Tozalikdan, obodonlashtirishdan boshladi. Chunki bitta gap bor xalqimizda. Tozalik, ozodalik bor joyda bu baraka bo'ladi. Ulug'bek Mavlonovning iqtisodchi, tashkilotchi sifatida mana shu ishlarni qildi. Endi bir nima xalqimizda bir gap bor, rahbarning qadami yoqish kerak viloyatga. Qadami yoqdi. G'alla, paxta, pilla, boshqa nimalarni ilg'orlar hisobida bajardi. Shuning uchun men mana shu yerdagi deputatlardan, faollardan mana shu bugungi Ulug'bek Mavlonovning nomzodini qo'llab-quvvatlab berishni so'rayman. Rahmat sizga. Rahmat. Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Hurmatli sessiya ishtirokchilari. Shavkat Miromonovich bugungi taklif qilayotgan nomzodingizni zalda o'tirganlarni deyarli hammasi yaxshi biladi. Siz qariyb 30 yildan beri Ulug'bek Mavlonovni tarbiyalab, mana shu darajaga keltirdingiz. Viloyatda ishladi, respublikada ishladi, boshqa viloyatda ishladi, yana respublikaga borib, mana shu sizni tarbiyangizni olib, shu darajaga yetdiki, mana 1 yil davomida viloyatimizni boshqarib kelyapti. Boshqarganda ham masalalarning ichiga kiradi. Ko'p muammolarning ichidan asosiy bo'g'inini topa biladi. O'shaning ustida mustaqil qaror qabul qiladiki, shu bilan birga odamlarni shu muammodagi fikrini ham o'rganadi. Biroq so'z bilan aytganda, sizni tarbiyangizni olgan va siz ko'rsatgan yo'ldan hozir adashmay ketyapti. Viloyatimizda kelgusi yillarda ko'rsatkichlari bugungi sizga taqdimot o'tkazgan ko'rsatkichlardan ham baland bo'lishiga men ishonaman. Sizni ishonchingizni, bu yerdagi deputatlarni va mana shu sessiya qatnashchilarining ishonchini Ulug'bek Mavlonovich oqlaydi va siz oldingizda ham, xalqning oldida ham yuzi kelajakda yorug' bo'ladi. Faqatgina bu yerda bitta narsa, deputatlarimiz, mana shu yerda o'tirgan faollarimiz, tumanlarda o'tirgan faollarimiz hammasi birgalashib, bir yoqadan bosh chiqarib, mana shu siz yaratib berayotgan imkoniyatlardan foydalanib, Ulug'bek Mavlonovning yonida qo'l qanot bo'lib birgalikda ishlasak, inshaalloh viloyatimizning ko'rsatkichlari yaxshi bo'ladi. Ulug'bek Mavlonovning nomzodini qo'llab-quvvatlashga barchangizni chaqiraman va sessiyadan keyingi faoliyatida yelkadosh bo'lishlaringizga umid qilamiz va ishonamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Jizzax viloyati yoshlar yetakchisi Rahmonberdiyev Murodbekman. Bugungi sessiya kun tartibiga qo'yilgan masala yuzasidan fikrimni bildirsam, ruxsat bersangiz. Ulug'bek Mavlonovich bilan 1 yil mobaynida faoliyat ko'rsatdik. Aynan yoshlar sohasida, yoshlar mavzusiga juda katta e'tibor bergan, siz yaratib bergan imkoniyatlarni to'laqonli viloyatimizda ado etilishida o'zlarining fikrlarini, maslahatlarini ayamay kelyaptilar. Shu fursatdan foydalanib ham deputat sifatida, ham yoshlar yetakchi sifatida bugungi ko'rsatilgan nomzodni men to'liq qo'llab-quvvatlayman va butun viloyatimiz yoshlari bilan birgalikda Ulug'bek Mavlonovich yonlarida siz bergan topshiriqlarni yelkama-yelka bajarishga tayyorligimni bildiraman. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Siz sevgan va sizni juda ham sevadigan Jizzaximizga xush kelibsiz. Rahmat. Siz O'zbekistonliklarni baxtlilar yurtiga aylantirdingiz. Imkoniyatlar yurtiga aylantirdingiz. O'zbekistonliklarni shunchalik baxtli ekanini butun dunyo e'tirof etyapti. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hozir tarixda esladingiz, bir narsani eslamaslikda hech iloji yo'q. Siz hamma vaqt bolalarga katta ahamiyat bergansiz. Bolalar uyiga katta ahamiyat bergansiz. Shu bolalar uyiga borib siz telefon raqamlaringizni berib ketgan ekansiz. Bir kun bir bolani amakisi keladida velosiped olib kelib beradi. O ikkinchi bola uni o'ksinadi, chunki unga velosiped olib keladigan odam yo'q. Kechasi 11 da sizga telefon qiladi. Hokim bova, men juda ham velosiped olishni xohlayapman deb. Siz shunda ham kabinetingizda ishlab o'tirgan ekansiz. Shu tunda o'zida siz shu velosipedni olib kelib, boyagi bolaga olib kelib topshirganingizda, shu shu yoqda ishlagan odamlar bizga yig'lab aytib bergan. Buni esdan chiqarib bo'lmaydi. Men Mirzacho'llikman.
shifokorman. 17-yil siz xususiy tibbiyot to'g'risida qaror chiqarganingizdan keyin men nafaqada edim. Shunda ham shu qaroringizdan ruhlanib, Ibn Sino izdoshi MCH'sini ochdim. Tibbiyot mani bizda viloyatimizda butun respublika singari juda ham rivojlanib ketdi. Hozir bizda viloyatimizda murakkab yurak operatsiyalari viloyatimizda o'zida bo'layapti. Mana bugun respublikada ikkinchi bo'lib tibbiyot klasteri ishga tushdi. Bu bizning xalqimiz uchun juda ham katta imkoniyatdir. Hurmatli prezident, Ulug'bek Mavlonovich o'zini ishbilarmonligi, talabchanligi, xalqparvarligi bilan hammani ishonchiga kira oldi. Bitta chekka Mirzachul rayonini o'ziga haftada bir, ba'zan 2 marta borib xalq bilan uchrashdi. Mahallalarga kirdi, ijtimoiy obyektlarga kirdi, xalqning dardini eshita oldi va ularga yordam bera oldi. Shu munosabat bilan men o'zim bu kishiga ovoz beraman, barcha deputatlarni ham ovoz berishga chaqiraman. Butun Mirzachulliklar nomidan, butun shifokorlar nomidan qo'lim ko'ksimda sizga minnatdorchilik bildiraman. Shundan so'ng viloyat hokimini tayinlash masalasi ovozga qo'yildi. Ovoz berish natijalariga ko'ra Ulug'bek Mustafoyev Jizzax viloyati hokimi etib tasdiqlandi. Assalomu alaykum muhtaram prezident. Avvalambor mana shu ishonchingiz uchun, menga juda katta mas'uliyatli vazifani ishonib topshirganingiz uchun, eng muhimi o'zimni xalqimga xizmat qilish sharafini berganingiz uchun sizdan minnatdorman, hurmatli prezident. Bor ilmimni, bor kuchimni, nimaiki o'zingiz o'rgatgan hamma narsani mana shu xalqimni, yurtimni rivojlanishiga bor vujudim bilan xizmat qilib, sizga halol, pok mana shu yurtni xizmatkori bo'lishga so'z beraman. Prezidentimiz viloyatning yangi rahbari zimmasidagi vazifalarga to'xtalib o'tdi. Yangi hokim kelgusi yil viloyatga 4,5 milliard dollar xorijiy investitsiya olib kelishi zarur. Eksportni 500 million dollarga yetkazish, 175 ming odamni ishli qilish, 15 ming oilani kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qattiq ishlashi zarur. Bugun viloyatda har bir tumanni ixtisoslashuvdan kelib chiqib, investorlarga aniq loyihalar paketini taklif qila oladigan muhit yangidan shakllandi. Viloyatdagi ulkan salohiyat hisobiga hozirning o'zida 12 milliard dollarlik 152 ta yirik investitsiya loyihalar portfeli tayyor. Ularni amalga oshirsak, ishoning, viloyat sanoat, qishloq xo'jaligi va turizmda yanada rivojlangan jozibador hududga aylanadi. Xususan viloyatning tog'li, suvli va yaylov hududlari bog'dorchilik hamda turizm bo'yicha, dash va cho'l yeri ko'p tumanlar esa sanoat bo'yicha yangicha yondashuvlar asosida rivojlantiriladi. Shuningdek, sanoat zonalaridagi 3 ta direksiya negizida investorlarni kutib olish, ularga hamrohlik qilish, marketing bilan shug'ullanadigan yagona boshqaruv kompaniyasi yangidan tashkil qilinadi. Ushbu kompaniyaga sanoat zonalarida joylashadigan loyihalarga yerni bozor qiymatida ulushdor qilib bo'lib berish vakolati beriladi. Jizzaxning respublika avtomobilsozlik sanoatidagi ulushi 25% ga yetdi. Endiki vazifa zavodlar atrofida yondosh tarmoqlarni rivojlantirib, mahalliylashtirish darajasini oshirish va tannarxni kamaytirishdan iborat. Jizzax shahridagi texnoparkdagi bo'sh turgan 10 ming kvadrat metr binoni tadbirkorlarga qulay shartlarda taklif qilsin. Ehtiyojdan kelib chiqib Sharof Rashidov tumanidagi sanoat zonasini 118 gektar bo'sh hududida ham tayyor bino qurib loyihalarini joylashtirsin. Hajjayev 1-yanvardan validatsiya xarajatining 50%ni savdoni rivojlantirish kompaniyasiga qoplab berishni yo'lga qo'ysin. Yig'ilishda qayd etilganidek, viloyatning metall konlari katta istiqbolga ega. Masalan, yiliga 1000 tonna volfram qazib olish loyihasi amalga oshirilmoqda. G'allaorol va Nuroboddagi loyihalar ishga tushsa, O'zbekiston volfram ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi davlatlardan biriga aylanishi ta'kidlandi. Mutasaddilarga G'allaoroldagi oltin resursiga ega istiqbolli maydonga investor jalb qilish, Forishdagi Qo'rg'oshin Rux konida geologiya qidiruv ishlarini yakunlash, Arnasoydagi uran zaxirasi aniqlangan konning texnik iqtisodiy asosini yakunlash topshirildi. Jizzaxda sement, gazobeton, bazalt, pardozbob toshlar, oyna, kaolin pigmenti kabi 100 ga yaqin turdagi qurilish materiallari chiqarilmoqda. Agar chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yib, sifat, brend va sertifikat bo'yicha ko'proq ishlansa, qo'shilgan qiymatni 20-30% ga oshirish
mumkinligi ta'kidlandi. Jizzax erkin iqtisodiy zonasidagi 510 million dollarlik 30 ta loyiha hisobiga 10 mingga yaqin odamning bandligi ta'minlandi. Bu yerda yana 540 million dollarlik loyihalar jadal ketmoqda. Tadbirkorlar yangi loyihalar uchun sanoat zonasini yetarli quvvatda elektr bilan ta'minlash va suv tozalash inshooti qurib berishni so'ramoqda. Energetika vazirligiga bu yerga 40 kilometr yuqori kuchlanishli tarmoq tortib kelib, 40 megavatli podstansiya qurish topshirildi. 2026-yil sanoat zonalari infratuzilmasini rivojlantirish dasturida Jizzax erkin iqtisodiy zonasida suv tozalash inshooti qurish uchun 100 milliard so'm nazarda tutish vazifasi qo'yildi. Ilgari viloyatning elektr ta'minoti to'liq Shirin GES hisobidan bo'lgan. O'tgan yil Masdar kompaniyasi G'allaorolda 220 megavatli quyosh stansiyasini ishga tushirdi. Prezidentimiz bu ishlarni jadal davom ettirib, xitoylik hamkorlar bilan joriy yil 200 megavat, keyingi yil 300 megavatli quvvatlar yaratilishini ta'kidladi. Bunga qo'shimcha 30 megavatli 150 ta kichik va mini GESlar ishga tushiriladi. Viloyatda infratuzilmani yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kelasi yil qariyb 10 trillion so'm resurs beriladi. Ajratilayotgan mablag'ning 1 trillion 700 milliard so'mi Sharaf Rashidov tumaniga to'g'ri keladi. Eski Toshkentlik, Saraylik, Yaxtanlik, Taraqqiyot mahallalarida 300 dan ortiq xonadon mebelchilik bilan shug'ullanadi. Tumanning yangi hokimi Ashurov ushbu 4 ta mahalla uchun eng qulay hudud bo'lgan Saraylik mahallasida 3 gektar joyini tanlab, ajratilgan mablag'larni 2 milliard so'm hisobidan mebelchilik markazini tashkil etsa, tumanda bu soha sanoat darajasiga chiqadi. Natijada 1,5 ming odamning daromadi ko'payadi. 250 mingdan ziyod aholi yashayotgan Sharaf Rashidov tumanida bironta park yo'q. Shu bois yangi hayot mahallasida foydalanilmay turgan 10 gektar maydonda yashil park barpo qilish uchun 10 milliard so'm ajratiladi. Tuman hokimi Ashurov hisob-kitob bilan yondashsa, kelasi yil park hududida kamida 100 ta do'kon, oshxona, servis obyektini ishga tushirsa, bemalol 500 kishini band qilsa bo'ladi. Kuyovboshi mahallasidan o'tgan kanalning 1,5 kilometr qismi obodonlashsa, 3 gektar joy ochiladi va 30 ta savdo servis loyihasida 100 ga yaqin odam ishga joylashadi. Uosboy qishlog'i infratuzilmasi uchun 2 milliard so'm berilsa, tadbirkorlar 150 o'rinli sihatgoh, 20 ta mehmon uyi, soy bo'yida 50 ta servis obyekti qurishga tayyor. Yangi Diyor mahallasidagi yaylov yerlarda 30 ta kapsula uylar, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini ishga tushirish orqali ekoturizm maskani tashkil qilsa bo'ladi. Shuningdek, Sharaf Rashidov tumanida 9 ta mahallaning infratuzilmasini yaxshilashga Jahon bankining 8 million dollarlik mablag'i beriladi. Umuman tuman hokimi barcha 48 ta mahalladagi imkoniyatlarni shunday tahlil qilib, mablag'ni samarali ishlatib, keyingi yil servisda 10 ming aholi bandligini ta'minlasin va tumanni kambag'allikdan xoli hududga aylantirsin. Viloyatning boshqa tumanlarida ham savdo servisini rivojlantirish uchun imkoniyat ko'p. Masalan, Baxmalga olib borayotgan yo'l ta'mirtalab bo'lgani uchun Zominga kelayotgan sayyohlar shu yerni o'zidan qaytib ketyapti. Yo'lni ta'mirlab bu tumanlardagi tog' hududlarini yagona turizm halqasiga birlashtirsak, Zominga kelayotgan turistlarning kamida yarmini Baxmalga olib borsak, bilasizlarmi qanday natija bo'ladi? Yuzlab servis obyekti ishga tushadi, minglab odam ishli bo'ladi, turizm eksporti karra oshadi. Xadjayev, Ramatov, Tursunov kelgusi yilning o'zida Zomin Baxmal G'allaorol yo'lining 158 kilometr qismini ta'mirlashni boshlasin. Baxmal hokimi Aziz Ergashev Muzbuloq mahallasida 39 gektar maydonda 40 million dollar investitsiya kiritib, turizm klasterini tashkil qilish tashabbus bilan chiqdi. Bu menga ma'qul. Umuman Baxmalga ham turizm tumani maqomini beramiz. Aydar Arnasoy ko'li atrofida yirik plyaj turizm majmuasi va sog'lomlashtirish markazi qurilgani Arnasoy tumanining aholisi daromadini ko'paytirishga albatta turtki beradi. Mahkamov keyingi yil Arnasoy aeroportida katta samolyotlarni ham qabul qilish imkoniyatini yaratsin. Endi Aydar Arnasoy ko'ligacha temir yo'lni ham olib kelamiz. Narzullayev 3 oyda Do'stlik tumanidan ko'l hududigacha 45 kilometrli yangi temir yo'l liniyasini qurishni boshlasin. Yig'ilishda qayd etilganidek, 7 milliard so'm hisobiga tumandagi Baxtli mahallasining infratuzilmasi yaxshilanib, turizm qishlog'iga aylantiriladi. Hududga olib boruvchi yo'l ta'mirlanadi, tungi yoritish chiroqlari va turizm yo'l belgilari o'rnatiladi. Manzarali daraxtlar ekiladi.
Jizzax shahri markazidagi Istiqlol bog'i, unga tutash Sangzor daryosi bo'yidagi yerlar uzoq yillardan buyon qarovsiz yotgan edi. Yil boshida 24 milliard so'm ajratilgani natijasida bu yerlarning qiyofasi butunlay o'zgarib, odamlar hordiq chiqaradigan maskanga aylandi. Kelasi yil Sangzor daryosini tozalash, suv bilan to'ldirish, piyodalar o'tish ko'prigi va amfiteatr qurish uchun yana 20 milliard so'm berilishi belgilandi. M39 va A376 xalqaro yo'llarning 150 kilometri Jizzaxdan o'tgani yo'l bo'yi servisini rivojlantirish uchun katta imkoniyat ekani ko'rsatib o'tildi. Magistral yo'l bo'yida alohida yo'lakdan kiriladigan Yevropa standarti bo'yicha 2 tadan savdo servis majmuasini ishga tushirish muhimligi qayd etildi. Shuningdek, M39 magistral yo'lining Jizzax hududidan o'tgan 98 kilometr qismida yo'lovchi va haydovchilarning xavfsiz harakatlanishi uchun sharoitlarni yaxshilash topshirildi. Prezidentimiz qishloq xo'jaligiga alohida e'tibor qaratdi va bu yo'nalishdagi viloyat imkoniyatlarini sanab o'tdi. Jizzaxdagi jami 900 ming gektar lalma va yaylov yerlarining 110 ming gektari zaxirada turgani, ularda ozuqa, moyli ekinlar ekish va sanoat bog'larini yaratish orqali kamida 20 ming odamni ishli qilish mumkinligi ta'kidlandi. Viloyatdagi yaylovlardan samarali foydalanish bo'yicha 3 yillik dastur ishlab chiqish topshirildi. Shu bilan birga keyingi yildan yaylovlarda yer egalari yuqori daromadli ekinlar ekib, yerdan maqsadli foydalansa, ularga yer solig'i 2 karra kamaytirib beriladi. Shuningdek, viloyatdagi ko'plab chorvador va fermerlar ozuqa va meva sabzavot yetishtirishda suv nasosiga sarflangan elektr uchun subsidiyani har oyning boshida to'lab berishni so'ragan. Mutasaddilarga butun respublikada ushbu subsidiyalarni oy boshida beradigan tizim qilish muhim ekani ko'rsatib o'tildi. Kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha alohida qaror qabul qilib, yangi tizim joriy etdik. Bu borada Jizzax viloyati namuna bo'lishlari zarur. Buning uchun eng avvalo sifatli va serhosil kartoshka urug'chiligini yo'lga qo'yishimiz zarur. Umuman 2026-yilda kartoshka yetishtiruvchilarni qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizm joriy etiladi. Bunda mineral o'g'it, texnika, yoqilg'i va boshqa xarajat uchun 6 oylik imtiyozli davr bilan 1 yil muddatga 12% kredit ajratiladi. Kreditlarning 50% gacha qismiga kafillik taqdim etiladi. Sug'orish nasoslariga quyosh panel o'rnatish xarajatini yarmi qoplab beriladi. Hozir kartoshka yetishtiruvchilar uchun yana bir muhim yangilik e'lon qilmoqchiman. Kelgusi yildan boshlab sug'orish nasoslarini elektr xarajatini 50% qoplab beriladi. Chetdan olib kelgan kartoshka ekish va yig'ib olish texnikalari bojxona bojdan ozod etiladi. Super elita urug'larini fermerlarga yetkazib berishgacha bo'lgan davrda muzlatkichli omborxonalarda saqlash xarajatlarini 50% ni qoplab berish yangi mexanizm joriy qilinadi. Hozirda Baxmaldagi 14 ming gektar bog'larning 4 ming gektari eskirgan. Eski bog'lardan olinayotgan hosil gektariga 10 tonnaga ham yetmaydi. Shu bois Baxmal tumani hokimi Ergashev eski bog'larni intensivga o'tkazish, hosilni saqlash, saralash va qayta ishlash bo'yicha Baxmal tajribasini joriy qiladi. Baxmalda 2026-yilda 1,5 ming gektar eski bog'larga faqat sertifikati bor ko'chatlarni ekish muhimligi ko'rsatib o'tildi. Buni qo'llab-quvvatlash uchun aholi va fermerlarga ko'chat sotib olish xarajatining yarmi qoplab beriladi. Bundan tashqari, tumandagi bog'dorchilik xo'jaliklari uchun yana bir qator yangiliklar e'lon qilindi. Xususan, intensiv bog' tashkil qilishga 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan 14% dan kredit beriladi. Mevaning turiga qarab, shpalerlar uchun 20 ming so'mdan 70 ming so'mgacha subsidiya ajratiladi. Shuningdek, muzlatkichli omborlar uchun kredit foizini asosiy stavkadan oshgan 8% gacha qismi qoplab beriladi. Meva sabzavot eksportchilari va bog'bonlarga ham qadoqlash xarajatlarining 50% ni qoplash uchun savdoni rivojlantirish kompaniyasidan subsidiya to'lanadi. Umuman, kelasi yili bog'dorchilik bo'yicha Baxmalda tajriba maktabi yaratilib, ushbu imtiyozlar butun respublikada joriy qilinadi. Aniq mahsulot ekish sharti bilan auksionga chiqarilgan 10 ming gektar yer 1 yildan buyon sotilmayotgani qayd etildi. Shu bois keyingi yildan boshlab ekin yerlarni ijaraga berishning yangi tizimi joriy qilinadi. Endilikda yerni ijaraga olgan dehqon unga nima ekishini o'zi mustaqil hal qiladi. Shuningdek, auksionda takroriy savdoga qo'yilgan yerlarning boshlang'ich narxi 10% gacha pasaytiriladi. Yer ijarasidan tushgan mablag'lar to'liq sanoatlashgan bog'larga suv, elektr yo'l tarmoqlarini tortish kabi infratuzilma obyektlari uchun sarflanadi. AQShlik hamkorlar bilan Zominda parranda bo'yicha yirik naslchilik korxonasi tashkil qilinmoqda. Ushbu klasterda 100 ming bosh quvvatdagi birinchi naslli ona tovuq va 90 million dona
soni inkubatsion tuxum ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bu unikal loyiha respublikada parrandachilikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Qurilish va infratuzilma masalalari muhokama qilinar ekan, ijtimoiy xizmatlar, mehnat bozori va infratuzilmani markazdan uzoq mahallalar aholisiga yaqinlashtirish zarurligi qayd etildi. Urbanizatsiya milliy qo'mitasi va viloyat hokimligi Yevropadan mutaxassislarni jalb qilib, Jizzax shahri va Sharof Rashidov tumanini yagona aglomeratsiya asosida rivojlantirish bo'yicha master reja ishlab chiqish topshirildi. Bunda Sharof Rashidov tumani va Jizzax shahri o'rtasidagi 40 gektar bo'sh maydon tanlab olinadi va keyingi yildan ushbu massivda 1200 xonadonli 50 ta ko'p qavatli uy quriladi. Master rejada yangi massivda barpo etiladigan bog'cha, maktab, shifoxona kabi ijtimoiy obyektlar, elektr, suv, yo'l infratuzilmalari Jizzax shahri va Sharof Rashidov tumani aholisi uchun birdek xizmat qilishi, ikkita hududni bir-biri bilan bog'laydigan yagona jamoat transporti tizimini yo'lga qo'yish ko'zda tutilishi kerak. Massiv hududda yagona ma'muriy markaz qurib, Sharof Rashidov tumanidagi barcha 21 ta davlat tashkilotini shu yerga ko'chirish zarurligi qayd etildi. Viloyat markaziga kirish va chiqishdagi temir yo'l kesishmalarida yuzaga keladigan tirbandliklar ko'p yillardan buyon odamlarni qiynab kelayotgan edi. Aholining talab va istaklarini inobatga olib, shahar ichidagi tirbandlikni bartaraf etish uchun 10 kilometrli aylanma yo'l quriladi. Shuningdek, Dashtabod shaharchasi va Xovos tumani o'rtasidagi temir yo'l ustidan ham yangi ko'prik qurilishi boshlandi. Shu kunga qadar 20 mingdan ortiq aholisi bor Jizzax shahrida shahar shifoxonasi bo'lmagan. Bugun Jizzax shahri Oqqo'rg'on mahallasida viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi uchun qurilgan yangi bino bilan tanishildi. Endi viloyat shifoxonasining eski binosi o'rnida shahar markaziy shifoxonasi va poliklinikasi tashkil etiladi. Mazkur obyektni keyingi yil investitsiya dasturiga kiritib, ta'mirlash va jihozlash uchun 20 milliard so'm ajratish topshirildi. Bugun sizlar bilan viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha oldimizda turgan yangi vazifalarni belgilab, asosiy masalalarni muhokama qilib oldik. Bu sa'y-harakatlar va qabul qilayotgan qarorlarimizdan maqsad bitta: shu yerda yashab, mehnat qilayotgan odamlarni rozi qilish, viloyatni har tomonlama rivojlangan hududga aylantirish. Albatta, buni ro'yobga chiqarish uchun har birimiz o'z kuchimizga ishonib, mas'uliyatni to'g'ri anglab, tashabbus ko'rsatib, yanada qattiq mehnat qilishimiz kerak, dedi davlatimiz rahbari yig'ilishda. Umuman olganda, bugungi muloqot bir vaqtning o'zida samimiy va nihoyatda konstruktiv bo'ldi. Odamlar o'zlarini qiynayotgan masalalarni ochiq ayta oldilar. Ko'plab savollar yig'ilishning o'zidayoq hal etildi. Bu chinakam xalq bilan muloqotning samarali namunasi bo'ldi. Faol jamoatchilik vakillari, nuroniylar, yoshlar chiqishlarida yangilanishlar davomli bo'lishi, odamlarning kelajakka ishonchi yuksak ekanini ta'kidlab, islohotlar natijasi faqat rahbariyat qarorlariga emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatiga ham bog'liq ekanini qayd etishdi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Baxmal tumanida qo'shnilar Nevas fermer xo'jaligining rahbariman. Sizning hozirgi ma'ruzangizdan juda Baxmal tumanining oqsoqollari, deputatlari, faollari, yoshlarimiz juda ruhlanib, o'zimizga siqmaydigan darajada ruhlanib, hayajonlanib turibmiz. Albatta bu juda katta biz uchun mas'uliyat ham yuklab ketyapti. Shuni bilan birgalikda hurmatli prezident, men agar ruxsat bersangiz qisqachagina hisobot bermoqchiman sizga. Men 2025-yilgacha mana shu 4 yil davomida mavjud o'zimda 47 gektar lalim yer maydonimning 41 gektariga intensiv bog' tashkil qilib, shuni 2 ta artizan bilan tomchilatib sug'orishni joriy qildim. Bog'im juda ham hali yosh. 30 tonnadan har gektaridan 300 sennerdan hosil olib, katta daromad oldim albatta. Va shuni bilan birgalikda men 50 ta mavsumiy, 12 ta doimiy ishchi bilan ta'minladim. Qishlog'imizda xotin-qizlarni shularni uzluksiz ish bilan ta'minlash maqsadida hamda doimiy qayta ishlab chiqarish maqsadida 1 gektar joyga ko'chatchilik uchastkasini tashkil qilganman. Hamda o'zimdagi fermer xo'jaligida mavjud 300 ta chorva molimdan har yili shu bu yil ham Xudo xolasa ertaga Navro'z bayrami atrofiga 4-5 tonna sifatli go'sht mahsulotini Toshkent shahriga qushqonlarga borib so'yib kelaman har yili. Undan tashqari men qishloq faoliman, shu qishloq obodonlashishda doim qatnashaman. Hurmatli prezident, men sizga ishontiraman. Mana shu katta butun faollar eshitib turibdi. Juda katta narsalarni olib keldingiz bizga. Albatta hammasini ko'ngilingizdagiday ortiq qilib bajarishga va'da qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Men Baxmal tumani ixtisoslashtirilgan maktab direktori Abdurahmonova Surayyo bo'laman. Bir necha yillar oldin siz Toshkent shahri va viloyatlar markazlarida prezident maktablarini tashkil etib berdingiz. Biz chekka hudud ustozlari va o'quvchi yoshlari bunday maktablarga rosa havas qilgan edik. Ko'p o'tmay siz xalq tili bilan aytganda xuddi shunday prezident maktablarini, ya'ni ixtisoslashtirilgan maktablarni respublikaning barcha tumanlarida tashkil etib berdingiz. Hozirda bizning chekka
qishloq o'quvchilarimiz ham AQShning Arizona universitetlarida, Angliyaning Birmingham universitetlarida El-yurt umidi jamg'armasining 100% granti asosida tahsil olib kelmoqda. Bunday iqtidorli o'quvchilarga esa bizning jonkuyar, har doim o'z ustida tinmay ish olib boradigan vatanparvar ustozlarimiz ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Ulardan 19 nafari $1000 ziyod oylik maosh olib kelmoqda. Bu nimadan dalolat? Hurmatli prezident, bu sizning ta'lim tizimida olib borayotgan islohotlaringiz natijasi va yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan so'zlaringizning isbotidir. Fursatdan foydalanib, sizga barcha baxmallik ustoz murabbiylar nomidan, o'quvchi yoshlar nomidan ta'limga yaratib berayotgan sharoitlaringiz va ustoz qadriga qaratilayotgan e'tiboringiz uchun chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Sizning hozirgina bizga bayramona kayfiyat ulashgan ma'ruzangizni tinglab, olis bolalik davrimdagi bir kichik voqea yodimga keldi. Otamiz 4 oyoqli ko'nikning ustiga ola xorjinni tashlab, onda-sonda bozor sari otlanar ekan, biz bolakaylar otamizning bozordan qaytishini ko'zimiz to'rt bo'lib kutib o'tirardik. Otamizning qorasi ko'rinishi bilan tuproq ko'chani changitib, otam keldi, otam bozordan keldi deya hayqirgancha peshvoz chiqardik. Xuddi shu singari sizning viloyatimizga kelishingizni biz jizzaxlar hamisha otamizni kutgandek intiqlik bilan kutamiz. Chunki bilamizki, siz quruq qo'l bilan kelmaysiz. Sovg'a salomlar bilan kelasiz. Qaniydi vaqt imkonimiz bo'lsa-yu, tez-tez mana shunday kelib tursangiz. Albatta men sizning sovg'alaringizni moddiy mablag' ko'rinishidagina emas, ayni paytda berayotgan hayotbaxsh topshiriqlaringiz, taklif va tavsiyalaringiz timsolida ko'rib turibman. Sizning qadamingiz tufayli katta loyihalar amalga oshiriladi. Minglab ish o'rinlari yaratiladi. Dasturxonimizga qut baraka yanadi. Yurtimizning farovonligi oshadi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Avvalambor siz bilan ko'rishib muloqot qilishdan boshim osmonga yetdi. Hayotimda eng katta burilish nuqtasini paydo qilgan vaqt bu 2019-yilda tashkil etilgan El-yurt umidi jamg'armasi orqali Germaniyaning Gannover universitetida muhandislik yo'nalishida tahsil olishga muvaffaq bo'lganim bo'ldi. Tahsil olish tugatilgandan keyin Volkswagen avtokonserni hamda universitet texnik laboratoriyasi tomonidan ish taklif qilishgan. Lekin vatanparvarlik ruhi, mamlakatimizda yaratilayotgan yoshlarga bo'lgan e'tibor, shart-sharoitlarni ko'rib, qaytib, BYD loyihasida ish boshlaganman. Eng quvonarlisi, BYD axborot texnologiyalari infratuzilmasini mahalliy yoshlar bilan, mahalliy dasturchi muhandislar bilan birga tuzib chiqib, ishga tushirildi sanoat ko'rinishida. Faqat konsepsiya holatida qolmasdan, hozir sanoat ko'rinishida shu BYD korxonasida bu dasturlarimiz ishlab kelmoqda. Endi xudo xolasa 2026-yilga rejamiz yangi texnologiyalarni, ya'ni korxonamizda material nazoratidan boshlab avtomobil bo'yoq sifatini tekshiruvigacha machine learning hamda computer vision, sun'iy intellekt texnologiyalarini foydalangan holda yo'lga qo'ymoqchimiz. To'g'risini aytganda, topshiriqlarni qabul qilib oldik, sun'iy intellekt bo'yicha va boshqa axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha ham butun dunyo bo'yicha do'stlarimiz bilan har doim muhokama qilamiz. Jamoamizda chet ellik dasturlash bo'yicha mutaxassis yo'q, hammasi shu o'zimiz lokal jamoa bilan amalga oshiramiz. Va'da beramiz, shu yosh sanoat muhandislari tomonidan O'zbekiston sanoatini raqamlashtirishda, avtomatlashtirishda bor kuchimizni safarbar etishga va'da beramiz. Shuni ishonch bilan aytish mumkinki, prezidentimizning Jizzax viloyatiga tashrifi odatiy safar emas, balki hududning mavjud imkoniyatlari va ehtiyojlarini chuqur tahlil qilishga, yangi o'sish driverlarini belgilashga va yaqin yillar uchun strategik yo'nalishlarni belgilab olishga xizmat qilgan muhim va mazmunli fursat bo'ldi. Belgilangan tashabbuslar va qabul qilingan qarorlar viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kuchli turtki beradi. Yangi ish o'rinlari yaratilishiga, infratuzilmalarning yaxshilanishiga, hayot sifatining oshishiga va investitsiyaviy
jozibadorlikning yuksalishiga xizmat qiladi. Mazkur sa'y-harakatlarning bari aholining barqaror va farovon kelajakka ishonchini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, ularning amaliy natijalari har bir inson o'z hayotidagi ijobiy o'zgarishlarni his eta olish imkoniyatini beradi. Eng muhimi esa davlatimiz rahbari boshchiligida olib borilayotgan barcha sa'y-harakatlarning pirovard maqsadi albatta xalqimizning yaxshi yashashini ta'minlash. Amalga oshirilayotgan barcha islohotlar har bir insonning hayotida, har bir xonadonning farovonligi va dasturxonning to'kinligida aks etishiga erishishdan iboratligi yana bir karra kuchli tasdig'ini topdi.